Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2025-yili 7-oyning 26 kuni shanba. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq 2 haftada bir qatim chiqaradigan naq maydon videosini hozir boshlayman. Bugun jami 4 cho'ng mazmun bor. Uniki birinchisi Uyg'ur Project Fondi va chet eldagi Uyg'urlarning xabarlari. O'tganki qatimliq videoda, 2 haftaning oldingi videoda ben bir tarihi kitapni, qo'l yozma kitapni kompyuterga urib kirgizish jihatda bir yordam lozim ekanligini degan sizlarga. Keyin chet elda doktorlik o'qishni o'qiyotgan bir inimiz bilan aloqalashdi. Shu inimiz bu ishni bir oyning ichida qildirgan bo'ldi. Hozir boshlab bo'ldi. Bu inimizga ko'pdan ko'p rahmat. Ondan keyin o'tgan qatimliq videoda men yana Uyghur AI, Uyghur sun'iy aql ishlariga tutish qilganligimiz bu jihatda taklif va yordamga ehtiyojligimizni degandim. Bo'libmi musohada biroz tajribasi bor yoki yaxshi takliflar bor qarindoshlarniki biz bilan aloqalashishni degan. Bu ishda hozir qadar hech kim men bilan aloqalashmadi. Shunga ahvolni sizlarga deb qo'ydim. Ondan keyin o'tgan qatim yana Türkiye'deki bir yasli ve bir Uyghur mektebi hazır iqtisodiyotidan qiyinchilikqa duch kelganligi yordamga lozim ekanligini aytgandim. Agar yordam qilishni xohlaydigan bo'lsa biz bilan aloqalashsanglar deb. Bu ish to'g'riliq men bilan hech kim aloqalashmadi. Buni sizlarga bir deb qo'ydim. Bugun so'zlagan ikkinchi mazmun vatan haqidagi ahvollar. Onun birisi Zümrət Davud singlimizninki Facebook chiqargan videoları. Uni men qisqa xulosaladim. Bir videoda birilan deydi, Ishkirdagi bir bazmixona, Uyg'urlar ochgan bazmixona. Xitoy ülkesida o'qiyotgan Uyg'ur qizlar kelib bekaga tamoyil ketinglar deb chaqiriq qildi. O'sha deb e'lon qildi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda. Bu qarindoshimiz biroz qaynabdi bu vaqtda. Sen Uyg'ur qizlarni o'zini qilayotgan bazmixonasiga bekaga tamoyil ketinglar deb akitib, u yerda boshqa ish qilmoqchi bu da biroz qaynabdi. Mushtashlar bor ekan. Uyg'urlar ochgan bazmixona bor ekan. U yerga Uyg'ur qizlarni kelib bekaga tamoyil ketinglar deb boshqa ijtimoiy tarmoqlarda taqibdi. Ondan keyin hozirgi chiqayotgan videolarning ichida yana chet eldan vatanga qaytib tuqqan yo'qlayotgan qarindoshlarniki ko'rinishi biroz ko'p. Bu aydirmoqqa bo'lgan vaqtdagi va vatanning ichidagi ba'zi ishlar. Shu video biroz ko'p. Ondan keyin yana bir videoda Aqsudan Qashqarga mangan bir Uyg'ur qarindoshimiz yo'lda to'silib qolibdi. To'silib qolib biroz qaynabdi. Men sizlarga videosini ko'rsatib qo'yay. Bu videodaki asosiy mazmun vatandagi Uyg'urlar yana o'sha Aqsudan Qashqarga mang'anchilikmi har xil cheklovlarga uchrayotgan yo'llarda to'silib qolayotgan ishlar, to'silgan ishlar. Chet eldagilar bemalol bora oladi bir qism kishilar hozir. Vatan ichidagi qarindoshlarning ahvoli shundoq deb chiqqan video ekan. Ondan keyin yaqinqi videolarda Xitoyga tekkan Uyg'ur qizlarniki nihoyatda fojiali ahvollari. Bu jihatda videolar biroz ko'p. Yana bir videoda vatandagi bir onamizniki keyin yana birisida vatandagi dodlarning bir ko'rinishi ekan. Seherni yoritkan çolkan tuman astıda kaldı. Yaşnap yayrıgan köngül gemne beşiğe saldı. Ağzıda külüp koyup dılıda kesilgen dostlar, şol gemden kuşan eylep dılıda sazgıcık çaldı. Köktü pervaz kılganmen rekıtlarım uçkıça.
Anladık ki yine bazı videolarda Xitay bilen toxtam tüzüp, Xitay bilen toy qilgan qizlarniki ahvoli bayon qilinibdi. Mana bu yana bir videoda vatandagi bir bog'bon dehqon Bunda bir alim dehqon belki alim dehqonchi bu. Mana tek qurib ketdi. Mana siga mana bunaqa selib, tepsiga chaqqiraz. Mana shu. Shu. Aka, siz bir alim ekansiz bu. Banadan bir mat tüyü mat. Kozak yok mu? Mana usulüyle normal işler keserler bir şey alalım yani. Sakalından vatanniki ba'zi ishlarini videoda olsin ko'rib qo'ysak bizga jiq tasalli bo'ldi ekan. Shuni sizlarga ko'rsatib qo'ydim. Endi hozir to'xtaladigan bir ish bu vatandagi ahvol. Vatanga berib kelayotgan Uyg'urlar haqidagi ba'zi uchurlar va vatanniki hozirgi ahvoli to'g'riliq men o'zim to'plagan uchurlarni biroz sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan. Urumchida bir Urumchi xalqaro aydurmasida bir 4-chi terminal deydi, 4-chi punktda bir yangidan punkt qurilibdi. Urumchi Tianshan Tangritog xalqaro aydurmasida. Bu yangi terminal punkt 4-chi ayda ochilibdi bu yil 4-chi ayda. Hozir bu punktga, aydurmaning bu punktiga Hong Kong, O'rta Osiyo va boshqa dunyodagi boshqa bir qism yerlardan bevosita aeroplan bora oladi ekan. Shunga bevosita borganlar bu yerga shu aeroplan bilan bevosita borganlar Urumchiga borgandan keyin chegarada shu Urumchiga kirishdan burun Urumchida so'roq qilindi ekan. Bu nimeniki aydurma punktiniki ochilishi, 4-chi punktning ochilishi chet eldagi Uyg'urlarni texnik ko'proq jalb qilish uchun tayyorlangan bo'lishi mumkin deydi. Hozir Xitoy Sharqiy Turkistonning xalqarodagi ta'sirini yaxshilash jihatdan nurg'ishlarni qilyotidi. Yana bir tarafdan shu nuqtadan Uyg'urlarniki ko'proq berishiga yo'l ochib berish degandek, yana bir tarafdan chet eldagi Uyg'urlarni kontrol qilish jihatimi zo'r kuchayotidi. Endi bu yerdagi men deydigan ba'zi ahvollar Xitoy bilan kelishim tuzib chiqqanlar, Xitoylarga va'da berib chiqqanlar va Anchantinga o'xshash saqchi o'rinlarida ishlaydigan yaqin tuqqanlari va Uyg'urlarga mos kelmaydi. Bu Uyg'urlar bunday ahvollarga duch kelmasligi mumkin, lekin qolgan Uyg'urlar ba'zi bir ishlarga duch kelyotidi. Shuni bir deb qo'yasizlarga. 2023 yıldan başlap chet eldagi Uyg'urlarning vatandagi tuqqanlarini yo'qlab berishiga yo'l qo'yish jihatda biroz siyosat bo'shagan ahvol bor. Shunga ko'plagan kishilar beryotidi. Masalan, naqshchi Erkin Abdulla berib shu orliqlarda hatto Xitoy o'liklarida uyum qo'yib boqdi. Bundaq bu jihatdagi yangilik chet eldagi Uyg'urlarniki vatanga berishiga yo'l qo'yish jihatdagi yangilik, mana shu WeChat, TikTok, boshqa Xiaomi degandek ashtaq ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'tirg'i chiqyotidi. Undan boshqa chet eldagi Uyg'urlar vatanga borgandan keyin uydagilar bilan dastlabki kurashgan vaqtlardagi ko'rinishlar. Buniki videolarim ko'p chiqyotidi. Men abiyatimni dedim. Bo'libmi aydurmada gullarni ko'tarib berib, quchoqlashib ko'rishib, yig'ilishib yoki kulishib degandek mesela ahvollar chiqyotidi.
Hozir endi Xitoy mushunaq videolarga yo'l qo'yyotidi, buni chet elga chiqarishga yo'l qo'yyotidi. Bu yerdagi maqsad nima desanglar, Xitoy hokimiyati mushunaq videolarni ko'plab taqtish orqali hozir Xinjiangni aytdi tinch bo'lib ketdi, kishilarni aytdi kishilar chet elliklarni qaytib kelyotidi, aytdi hammalar baxtga yashayotidi degandek mushunaq bir ko'rinishni dunyoga ko'rsatish. Lekin buniki sharti bor. Gerçi ko'rinishi shunaqa bo'lgan bilan sharti bor, albatta degandek Xitoy bilan kelishim tuzib chiqqan, Xitoylar chiqargan yoki ancha-antinglarda yaqin tuqqanlari bor Uyg'urlar bo'lmas kelmaydi. Lekin qolgan Uyg'urlar duch keladigan og'ir ahvol bor. U nima desanglar, Xitoyniki tutgan siyosati o'zingni bo'l, Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarga ko'z yum, sukut tut. Ashta qilsang, sen tuqqanlaringni ko'ra olasan. Agar unday qilmasang, sen ishigingni taqaymiz degan bir yo'lni tutyotdi. Hozir uzun muddat vatanga bormay yangi borganlarni chegaradan kirgan vaqtida 5 soatdan ortiq so'roq qilyotdi Xitoylar. Bu so'roq shu vatanga berayotgan kishiniki o'zi to'g'riliq. U kishi chet ellarda kimlarni olishidi, kimlarni biladi. Bu kishiniki ijtimoiy taratquv hisobi bormi? Masalan, Facebook, Twitter degandek boshqa narsalar bormi? Nima ishlarni qilib yashaydi chet elda, xizmati nima degandek. Qisqasi uzun muddat vatanga bormay borganlar o'ziniki butun ijtimoiy hayotining hammasiniki bir ko'rinishini Xitoyga berish kerak. Aynan qanday odamlar olishadi, kimlarni olishadi, kimlarni biladi chet elda, nima ishlarni qilib yashaydi, boshqa nima ishlarni qiladi degandek. Bu narsalarning hammasi 5 soatdan ortiq elib berilgan so'roqda o'tirib tushadi. Bu so'roq intayin vahshiy. 5 soat o'ylab baqinglar, 5 soat so'roq qildi degan gap kishilarni qattiq charchitib, gap qilishga majburlab, mashina qilgan gap endi. Ondan keyin bu so'roq jarayonida so'roq qilayotgan soqchilarniki bir qanchasiniki maydasida kamera bor ekan. Bu kamera chet eldan qaytgan kishiniki nima deganligini o'xshamagan yo'nalishdan hammasini video qilib turdi ekan. Bu hozir bir o'lchamga aylanibdi Xitoyda. Ondan keyin ularningki deydigini sen qaysi davlatda yashashingdan qat'iy nazar mavsiniki ona vataning. Men sana yordam qilmoqchi, shunga rost gapni de bizga. Sen ona vataningga minnatdor bo'lishing kerak. Sen qaytib ketgandan keyin vataning, ona vataning to'g'riliq yomon gaplarni taqatmasliging kerak, qilmasliging kerak. Ondan keyin degandek gaplarni deydi ekan bular. Shunga bu chet eldan qaytib borganlar mushta so'roq qilingan chog'da o chet eldan borganlarniki huquqiy, qaysi davlatniki grajdan ekanligi, ondan keyin sukutda tug'an tug'maganligi burun chet elda yashayotgan vaqtida bularning hammasi muhim emas ekan. Ularga parvo qilib qo'ymay ekan. Qisqasi nima bo'lib o'tibdi desanglar, mushtaq ahvollarni ko'rib qaytib bordi ekan. Shunga haqiqatan vatanga borganlar tuqqanlarni ko'risha oladi ekan. Lekin uning to'laydigan badali bor. U nima deganda qaytib kelgandan keyin chet elda sukut yashash, hech qanday ishga aralashmaslik, Xitoyniki yomon gapini qilmaslik, mushtaq shart bilan. Endi unga qo'shilgan yana bir narsa bor. Agar bular normal inson bo'lsa, biraz vicdan azobini tortadigan gap.
Xitoyga mustaq bosh egib, ularniki tushagan buyruqiga bo'ysunib yashaydiganga majbur bo'lganligi uchun, agar bir inson normal inson bo'lsa, chuqur uning vijdon azobini tortadi. Hozir vatanda sayohat ishlari bir siyosiy sahnaga aylanibdi. Abetin degandek, hozir yangidan bir Aydurmada yangidan bir terminal ochilib, Hong Kong, O'rta Osiyo va boshqa bir qism davlatlardan bevosita arqalan boradigan bo'libdi. Shunga vatanda mushiyalardan kelib sayohat qilayotgan kishilar intan ko'pga hozir. Xitoy hokimiyatiniki ko'zlayotgani mushtaq sayohat ishlarini kuchaytirish orqali dunyoga Sharq Turkiston haqida yolg'on ko'rinish taqitish mush maqsad qilgan. Buni Xitoy hukumati maxsus planlagan ish. Lekin hozirmi vatanda Uyg'urlarni qo'rqitib, butun kuchi bilan Uyg'urlarni qo'rqitib boshqarish ishi hozirmi davomlashib ketibdi. Hamma yerda qurolli harbiy saqchilarniki mashinalari bor. Hatto maktablarga qurolli harbiy saqchilar kirib olgan. Boshlang'ich tortib. Lekin o'quvchilar, boshlang'ich bolalari bundaq ko'rinishga ahvolga ancha parvo qilib ketmay ekan. Sababi nima desanglar, bu bolalar ashundaq bir ahvolni ko'rib turib cho'ng bo'lgan. Hozir boshlang'ichniki bolalarni desak, masalan, 2009-yildan keyin Amiyada, bulutun Ürümçidagi amiyalarda harbiy saqchi mashinalari ashuna bo'lg'ashqa, bolalar shuni ko'rib cho'ng bo'lgan. Cho'ng hozir ularga hech qanday ta'sir qilmaydigan bo'lib qolibdi. Bu yerdagi maqsad nima desa, Xitoy hukumati Uyg'urlarga davomli huquq kimning qo'lida mani bilib qo'y. Hozir hukmronlik qildigan odam kim mani bilib qo'y deganni eslatib turish. Lekin xalqning imkosi nima deganda, bunday narsalarga qarata xalq unchalarni qo'rqib ketgan emas. Bu yerda qo'rqayotgani xalq emas, hukumat. O'zini nihoyatda bexatar hisoblayotgani hukumatning o'zi yashtagan. Bulutmu bu yil 5-iyul kunida Ürümchidagi saqchilarniki soni intan ko'payib, ko'chlarni charlaydigan qurolli harbiy saqchi mashinalari intan ko'payib ketibdi. Bu yerdagi masala nima desanglar, shuncha yil qattiq bostirish olib bo'lgandan keyin bugungi kunda 2025-yili Xitoy hukumati yenlam intayin endish ichida yashaydi ekan hozir. Hozir endi vatandagi xalq duch kelayotgan yana bir ig'ir ahvol, iqtisodiy jihatdagi kamsitish, tengsizlik, bu burunmi boti. Ondan keyin hozir texmi ig'irlashibdi bu ahvol. Ürümchida ko'pincha o'rinlarga hozir Uyg'urlarni yapaqmag'ili 10 yilni ishibdi hozir. Endi Uyg'urlar bor idoralardami odatdagi Xitoy nayti ko'p o'qigan, ko'p tajribalik, burun amal tutgan Uyg'urlarga boshliq bo'lgan ahvol intayin ig'ir. Hozir bir qism Uyg'ur professorlar maktabniki beg'ida ishlaydigan odamlarga aylanib qolibdi. Ularga dars bermaykan, ularni dars o'tkazmaykan, bog'dan xabar oladigan, boqqa parvash qiladigan odamlarga aylanib qolibdi. Shunga mush orqali hozir Xitoy hokimiyatiniki Uyg'urlarga bergan signali, sen beshingni past qilib bizga boshiga kelib turib yasha. Agar unda qilmasang jazo lageriga borasan degan uchur.
Hozir Uyg'ur ayollarniki kuni intayin ta'sir ketibdi. Erlari, erlari yo'qolib ketgan. Ko'pincha ayollardagi erlar yo'qolib ketgan. Ya lagerga, ya turmushga ketgan yoki hech qanday xabari yo'q. Ashta boshqa nurg'un Uyg'ur ayollari shaharga kirib, pul tepib, uydan xabar olishga majbur bo'lib qoldi. Ular shaharda eng tuvan darajalik ishlarni qildi ekan. Ashtaq bo'lsa-mu, bir qism Uyg'ur oilalari, shahardagi oilalar bundaq Uyg'ur ayollarining ishlatishini qo'rqidi ekan, gap qolandi ekan deb. Bu ayollar shahar kirgandan keyin qirlarni boqadigan, bol boqadigan yoki zavodlarda shaharda ishlayotgan. U xizmati hargiz muqim emas, maosh intayin tuvan, kirim intayin tuvan. Andaki siyosiy jihatdan uning xatiri bor. Mushta ishlarni qilib yashayotgan ekan. Şunun bilan hozir vatandagi Uyg'ur ayollari qo'sh jazoga, qo'sh besimga duch kelibdi. Uning birisi eridan olib qolganligi, ikkinchisi uyini beqish uchun mushundaq jafoliq ishlashga majbur bo'lganligi. Ikki jihatdan. Vatanda hozir tilning yo'qolishi intayin og'ir. Uyg'ur tilining yo'qolishi. Eng cho'ng fojia nima deganda Uyg'ur tiliniki qat'iyla ishlatilmasligi. Bu oiladimi, uydimi ishlatmaydigan bo'lib qolgan. Nurg'un uylarda. Uyg'ur tilini ishlatmaydigan bo'lib qolgan. Shunga hozir endi shu oilada cho'ng bo'lgan Uyg'ur bolalari Uyg'urchani o'qiy olmaydi, Uyg'urchani yoza olmaydi. Ashtaxli cho'ng bo'lgan gap. Bir qism kishilar Uyg'urlar o'zaro aralashgan vaqtimi Uyg'ur so'zlashmay Xitoy so'zlashidi ekan. Ularning ba'zilari Uyg'urcha Xitoychani ancha yaxshi bilmaydiganlar mana shunday bo'lib ketibdi. Hozir buni sababi nima desa, Xitoychani bilish bir odamniki o'rniniki yuqori tuvanligini belgilaydigan Xitoycha saviya bir odamniki jamiyatdagi o'rnini belgilaydigan bo'lib qolibdi. Şuna Xitoychani bildiganlar o'zini qaltis ko'rsatish uchun fursat bo'lsa Xitoycha so'zlab turib olgan bo'libdi. Bu ahvol endi ko'rinishda bu tilniki ishidek ko'rinadi. Amaliyotda buning ostiga yushlangan ahvol uningdan ko'p og'ir. U nima degan chog'da bir millatniki milliy kimligi ichki jihatdan qayta yezilyotdi degan gap. Bundaq bir ahvolda davlat hokimiyati bir millatniki madaniyatini uch-oshkora vayron qilishining hojati yo'q. Nimishqa deganda shu millatning a'zolari o'zi vayron qilayotgan bo'lgan ekan. Shu millatning a'zolari o'ziniki madaniyatidan o'zlari qochayotganligi uchun. Yaqında bir qism Uyg'ur rapchilar, rap degan bir yangi bir muzika naqshlar bor. Shuni o'rindaydigan yoshlardan bir qismi tutilib ketdi yaqinda. Sababi nima desanglar, ularniki 10 necha yildan burun yozgan naqshlari bor ekan. Hozir endi hukumat shu 10 necha yildan burun yozilgan naqshlarniki tekstidan masl tepib bu yoshlarni sulib etibdi. Endi mushtaq yoshlarni
tutishda rol o'ynayotgan shu ishni qilayotgan asosli saqchilarning asosli a'zolari Uyg'urlar. Bu Uyg'urlar sab Yezdidan kelgan Uyg'urlar ekan. O'zini tuan yerdan chiqqan. Shunga qandaqdi Urumchida saqchilik qilganda bular Urumchidagi ahvoli biroz yaxshi Uyg'urlarni ko'rolmaydigan, unga chidamaydigan ahvol bor ekan. Ashta boshqa bu saqchilarni ashta Uyg'ur yosh rapchilar, o'xshash odamlarni tutib kelinglar deb shapkisga kelgan desa, bular beshni kesib olib berdi ekan. Qandaqdi bir intiqom olayotgandek, o'zi Uyg'urdan intiqom olayotgandek ashta bir ahvol bor ekan hozir. Bu yerdeki en ağır mesele mi dese, bu Uyghur saqchilar o'zlariniki bir Xitoy zo'mingarlari uchun xizmat qilayotganligini o'zi tushunmaydi. Xitoy zo'mingarlar uchun xizmat qilib, o'zining odamlarini, o'zining xalqini izlayotganligini o'zi tushunmaydi. O axloqiy o'lcham bu degan narsadan milliy axloq o'lchami bu axloq degandan so'zish mumkin emas. Demak, bir qism Uyg'urlar, yana bir qism Uyg'urlarniki ovozini yo'qotib turibdi. Shu orqali Xitoy zo'mingarlariniki yetmoqchi bo'lgan maqsadiga yordam qildiribdi. Lekin mushundaq qiyin ahvoldami Uyg'urlar ro'yijatdan tushgan emas, intayin qaysarlik bilan yashab o'tibdi. Ba'zi cho'ng onlar bor ekan, o'ndak nevlarni beqiyotgan. Nima uchun o'ndak nevlarni boqadi desanglar, u nevlarning ota-onalari yo'q. Turma lagerga kirib ketgan yoki yo'qolib ketgan. Mushundaq beshiga eg'ir kun kelganligiga qaramay, yana nurg'un kishilar g'ururi bilan, samimiyatlik bilan, andikin bir-biriga mehribonlik yetkazish asosida yashab o'tibdi. Ularniki bundaq mehribonligi qandaqdir ahmoqlikdan kelib chiqqan narsa emas. Ular bilib turib, hozirgi Xitoyniki shu Uyg'urlarni ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizish siyosatiga nisbatan ko'rsatgan bir xil qarshilik. Men bu to'g'ri bir maqola yozyapman. Bir oy ichida e'lon qilaman uni. Bir donliq kitob, mush yoqda bir donliq kitob bor. Mush masala haqida. Ondan keyin hozir yuz berayotgan yana bir ahvol, burma boti bu Xitoylar Uyg'urlarga qarata intayin ko'ranlab ketgan. Fursat bo'lsa-kin Uyg'urlarni tatlab, bo'zaq qilib, tishiga tegib bir jidal chiqarishga urinib, agar ular jidal chiqsa cho'qim Uyg'urni bosqida olgan bilganlik uchun ashunday qilayotgan ahvollarmi hali eg'ir. Xitoylar tatlab Uyg'urlarni bo'zak qilib biraz qilgan chog'da Uyg'urlar qarshi ko'rsatsa, Uyg'urlarni jazolab, ularniki mol mulklaridan tortib oldigan gap. Buni Xitoylar biladi, ashta bu boshqa Uyg'urlarni bo'zak qilishga orali turadigan moqat. Bunda ishlar yuz bergan chog'da saqchilar qarab turdi ekan, hech qanday to'silgan yoki ayriydigan ish yo'q. Adolatsizlikka qarata bir tadbir qo'llangan ish yo'q. Tomosha ko'rib turdik.
Uyg'urlar shundoq bir bo'zak bo'lgan millatga aylanib qoldi. Shunday ahvoldami vatandagilar yine g'ururini saqlab, bir-birisiga yulanchiq bo'lib, axloqini saqlab, mushtaq yashab o'tibdi. Vatandagi Uyg'ur yoshlardimi aytdi umid bor ekan. Men bu to'g'riliq ko'p so'zlamayman. Ishqilib millat hozir burunqi qolgan chog'da jiq uyg'onib, o'zining kimligini texmi yaxshi tushunib, qandoq yashashni burunqi qaraganda ko'p tushunadigan bo'libdi hozir. Şuna bir yerde muştunga ait daxil dep qo'ydiğim vatanga berish, haqiqatan vatanga borganlar tuqqanlarini bilan ko'rishyotdi, oilasidagilar bilan. Lekin buningga to'laydigan bedeli bor. Qaytib kelgandan keyin sukut yashash kerak. Qaytib kelgandan keyin hech qanday aralashmaslik kerak. Qaytib kelgandan keyin Xitoyning buyrug'i bilan ish qilish kerak. Andan keyin normal inson bo'lsa bir qism vijdon azobini tortish kerak. Mushtaq bir ahvol bor. Bu yerdagi Xitoyning maqsadi Sharqiy Turkiston haqida dunyoga yolg'on ko'rinish taqitish. Bugun so'zlaydigan 3-mazmun Xitoy va Amerika. Şu 7. ayının 15. günü Bloomberg televiziyası Amerika'daki Gazine sekreteri, Amerika Gazine Devlet Gazinesi sekreteri Scott Bessent bilen bir sohbet ötkazdi. Şu çağda bu Bessent efendi mundaq dedi. Xitoy rehberleri 8. ayının 5'ida bir nayeti məxfi yığın açmaqçı. Biz hazır şu yığından burun bizdeki Amerika ve Xitoylarniki soda kelishim atratları var, grupları var. Şulardaki bir kurashish var ekan. Şu kurashishni boshqa bir davlatda qilmizmi shu to'g'riliq tirishyapmiz degan daraq bir gapni debdi. Bu yerdagi muhim gap nima desa, Xitoy rahbarlariniki 8. ayning 5'ida bir muhim maxfiy yig'ini bor degan gap. Aslida bu kurashish nimishqa bu da kurashish bo'ladi desanlar, 8. ayning 12. kuni Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo kelishim to'g'riliq bir qaror oldigan kun ekan bu. Shu kundan burun bir qatim kurashish qildi ekan bular. Ammo bu kurashishni Xitoyniki bir maxfiy muhim yig'ini ichilganligi uchun Xitoyda emas, bu yig'ini boshqa yerda ichishga tirishyapmiz degan gap bor. Endi bu yerdagi muhim yig'in degan nima yig'in degan masala bor bu yerda. Xitoy har yili 7. ayning oxiri 8. ayning 5'ida Beydayxada bir yig'in ochadi. Bu yig'inda Xitoyniki pensiyaga chiqqan qeyri rahbarlari va hozir o'qitayotgan rahbarlar hammasi bir yerga kelib, nihoyatda bundan keyin nima ishlarni qilish haqida intayin muhim ishlarni muzokara qilishdi. Ba'zi joylarda vazifaga o'ltirg'izish, vazifadan tushiritish to'g'riliqmi bu yerda muhim muzokara bo'ladi endi. Şuna hazır parazda
shu hozirdan boshlab 8 boshlarida shu BDXdagi 2 haftalik yig'in, odatda 1 haftadan 2 haftagacha bo'ldi ekan bu yig'in. Shu yig'in bo'lishi mumkin degan faraz bor bu yerda. Endi mushundan keyin Betsonniki Besantniki bu söhbetidan keyin ikki ish yuz berdi. Onun birisi Amerikadagi dunyoga donliq Hudson instituti, bu bir aql amiri, Amerikaning aql amiri hukumat uchun xizmat qiladigan. 7 ayning 16 kuni bir yig'in ochdi. Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'dirilgandan keyingi Xitoy ustida plan tuzish. Mushtaq bir temada bir yig'in ochildi. Ondan keyin shu Hudson institutiga kommunizmdan keyingi Xitoy Kompartiya o'rlagandan keyingi Xitoy davlatiga tayyorlik qilish degan mushtaq bir dokladni e'lon qildi 7 ayning 16 kuni. Endi bu nima narsa desanglar, bu ikki narsa nima narsa desanglar, burun kishilar Kompartiya, Xitoy Kompartiyasi cho'qim o'rildi deb qarab kelayotgan. Cho'qim o'rildi, lekin ba'zanda o'rilmamdi, o'rilsa qachon o'rildi degan to'g'ri gap bo'ladi. Hozir endi bu yaqinqi shu biror haftadan keyin mobaynida bo'lgan cho'ng o'zgarish nima desa, Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki o'rilishiga tayyorlikni boshladi degan gap endi. Tayyorlikni boshladi. Shunga bu dokladni intayin muhim. Endi mushu dokladlar munosabatlik holda Yunmochin degan bir apandi bor. Bu ayni vaqtda Amerikaning tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga maslahatchi bo'lgan, Xitoy ishlari maslahatchisi bo'lgan odam Yunmochin. Bu qitimqi dokladniki bosh muharririmi mush odam, Yunmochin degan odam. Bu odam shu doklad chiqqandan keyin bergan ba'zi suhbatlarda deydi, Xitoy Kompartiya hokimiyati tadrijiy emas, bir kechada o'rildi deydi. Shunga bu tadrijiy o'rildi desa, buni necha yil saqlash kerak deydi endi. Tadrijiy degan narsani. Lekin bir kechada o'rildi degan gap yerda ehtimol patiqinli bo'lib qolishi mumkin degan darhaqiqat gap endi. Shunga bu Hudson institutiniki yig'ini, dokladi bu hammasi munosabatlik. Xitoy o'rilsa, bir kechada o'rildi. Tuyuqsizlandaydi. Men bu dokladni biroz tekshirib baktım. Bu dokladda Uyg'ur degan so'z 41 yerda chiqibdi. Ondan keyin Xinjiang degan so'z 59 yerda chiqibdi. Endi Amerikaniki rasmiy hujjatlarda bizning vatanning ismini yana Xinjiang deb oladi. Xinjiang 59 qatim chiqibdi. Bu shu Xinjiang haqida to'xtalgan mazmunlar ichida bunday mazmunlar bor ekan. Bu Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin Xitoyga qarata bir muvofiq siyosatni o'tirib chiqarish intayin murakkab ish bo'libmi? Xitoy davlatining ichidagi oz sonli millatlar yashaydigan rayonlar uchun texnik shundoq. Buningda Uyg'ur musulmonlarniki bexatarligiga kafolat qiladigan va ularniki ehtiyojidan chiqadigan siyosatlarni o'tirib qo'yish intayin muhim. Bu Uyg'urlar Xitoy Kompartiya hokimiyatining ig'ir irqiy qirg'inchiligiga duch keldi. Irqiy qirg'inchilikni 5 dan kechirdi. Şuna Uyg'urlardek xalq uchun
o'tirg'i chiqaradigan siyosat Xitoy fuqarolariniki Xitoylarga chiqaradigan siyosatdan farqli bo'lishi kerak. Bu siyaset mush Uyg'urlarga o'xshash millatlar yo'liqqan kishilik huquq dafsandichiligi, inson haqlari dafsandichiligini darhol to'xtatish, undan keyin bu xalq ichida umid paydo qilish, bu xalq ichida adolatlik haqida umid paydo qiladigan bo'lish kerak. İntiqam aldığan zo'ravonliklarniki yuz berishininki oldini olish kerak. Bu siyosatniki bir qismi Uyg'ur, Qozoq, Tojik va boshqa turk millatlariga qartilgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatadigan tadbirlarni o'z ichiga olish kerak degan mazmunlar bor ekan. Yana bir yerda deydi, Uyg'urlar yuz bergan birinchi fursatdalamkin Xitoydan bo'linib mustaqil bo'lishga tirishadi deydi. Bunun sebebi Uyg'urlar Xitoyniki intayin og'ir zulmi va kamsitishga uchradi hozirga qadar. Bir qancha Uyg'ur tashkilotlari mushtaq bir fursat kelsa tinchlik yo'l bilan bir demokratiyalik sistemaga o'tishni istaydi. Uyg'urlar o'ziniki shu turkiy millatlarniki bir qismi bo'lganligidan faxrlandi, iftixorlandi. Undan keyin O'rta Osiyodagi uzun muddatlik tarixidan faxrlandi. O'ziniki islom dinidan faxrlandi. Amerika Uyg'urlarniki kelgusidagi siyosiy holatini belgilashiga yordam qilish kerak. Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rib tushgandan keyin o'tirg'i chiqadigan markaziy hukumat Uyg'urlarniki mustaqil bo'lish talabini qondiramdi yoki unga qarshi turamdi, bu to'g'ri hozircha bir narsa degil bo'lmaydi. Modokatga gaplar mening davatqonlarim. Amerika Şinjan'daki mustaqillikni jakalışıga Amerika Şinjan'daki mustaqillik e'lon qilishiga e'lon qilganligini bilish kerak deydi. Aniki shundoq bo'lib qolsa, uni qo'llashga tayyor qilish kerak. It should be prepared to support it deydi. Uni qo'llashga tayyor qilish kerak. Bu Amerikaniki hozirgi bo'lgan ko'rsatmasiga uyg'un keladi. Xitoy Kompartiya hükümetining ostidagi Xitoy davlati dunyodagi eng vahshiy davlatlarniki tuzumlarniki birisi bo'lib keldi hozirga qadar. Ularniki kishilik huquq dafsandichiligi
intayin keng ko'lamda ilib berildi. Amerika hükümeti, Xitoy Kompartiya hokimiyatining shu yerlik millat, boshqa din, boshqa millatdagi shu asalliq millatlarga qarta etpagan ishlardan yaxshi xabardor, uni bilib turyotidi. Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'darilgandan keyin minglagan siyosiy va diniy jinoyatchilarni qo'yib berish kerak deydi turmalardan. Turma lagerlardan ve ruhiy kasallar markazlaridan işte siyosiy ve diniy jinoyatchilar deb sulib olgan kishilarni qo'yib berish kerak deydi. Uyg'ur ayollarının, Uyg'ur ve başka Türk millet ayollarının ki mecburi tug'mas operatsiya qilinishini to'xtatish kerak, mecburi balni og'zi tashlanib butunlay to'xtatish kerak. Anikin Şinjan ve Tibet'te hazır 2 milyondek balla ota-onasidan ayrıtıldı, mektepte yetib o'qiyotdi. Mush ballarni azod qilish kerak. Ularniki ailesi bilan jam bo'lishini amalga oshirish kerak. Men ba'zi analizlarning og'zidan bu dokladda Şinjan, Tibet qatorliq yerlik millat rayonlarida ayrim hukumat qurilib qolsa, va Kompartiya hokimiyati o'rilib, Amerika oldi bilan markaziy hukumat va yerlik hukumatlar bilan ayrim munosabat o'rnatish kerak. Ani o'rnatib, yerlik hukumat bilan markaziy hukumatniki, yerlik hukumat bilan markaziy hukumatni yarashtirish ishini tadrijiy qilish kerak degan mazmun bor deb anladim. Ba'zi analizlarning og'zidan bu gapni shu dokladni topay deb xil izlab baqdim men, ammo topolmadim. Agar boshqalaringlar buni uchrasanglar, shu inkas shaklida menga mishaga yozib qo'ysanglar, inglizcha yozib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda demoqchi bo'lgan gap nima desa, Xitoy Kompartiya hokimiyati o'rilgandan keyin Xitoyda bir yangi markaziy hukumat quriladi. Undan keyin osonlik millat rayonlari, masalan, Sharq Turkiston dek rayonlar o'z oldiga hukumat qurishi mumkin. Mushtaq qilgan vaqtida Amerika dastlabida markaziy hukumat bilan yerlik hukumatlar o'rtasida ayrim munosabat o'rnatib ish olib berish kerak. Ularni yarashtirish ishini keyinga qo'yish kerak deydi. Men shu yaqingi yillarda ba'zi bir suhbat yoki panelist bo'lib o'tirgan palatlarga qatnashgan vaqtlarimda mendan bunday savollarni so'raganlar bor. Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'darilib ketsa, sizlar Xitoy bilan bo'lgan munosabatni qanday bir taraf qilasizlar deb savolni so'ragan. Mening bergan javobim, Xitoyniki Xitoy nufusining 95% kam deganda 95% Xitoy Kompartiya hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'lladi, unga yordam berdi va aktiv rol o'ynadi Uyg'urlarniki mana shunday qirg'inchilik uchrashida. Uyg'ur Xitoy o'rtasidagi ruhiy ziddiyat intayin og'ir. Uyg'urlar kam deganda 50 yilgacha Xitoy bilan birga yashamaydi degan gapni deganman. Hozir mana shunday qarayman. Hozir endi Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki ag'darilishiga tayyorlik qilyotdi. Uyg'urlarni tayyorlik qilish kerak. Uyg'ur ziyolilari, Uyg'ur tashkilotlarini etmoqlayotgan qarindoshlarning hammasiniki mush ishda bir maydoni bo'lishi kerak. Xitoy Kompartiya hukumati o'rilsa, Uyg'urlar bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat qanday bo'ladi degan savolga javob bo'lishi kerak. Bu jihatda har bir Uyg'urniki ko'nglida son bo'lishi kerak. O'ynab qo'yish kerak hozirdan boshlab. Meniki ayni vaqtda degan gapim shu, biz 50 yilgacha Xitoy bilan birga yashay olmaymiz. Demakki, Uyg'urlarniki o'z oldiga ayrim territoriyasi, ayrim hukumati bo'lishi kerak. Xitoy bilan birga yashash mumkin emas. Men kam deganda 95% dedim. Buni hammamiz bilamiz.
Xitoy Kompartiya hokimiyati Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikni boshlagandan keyin uningga norozi bo'lgan Xitoylarmi bor. U Xitoylarmi Uyg'urlar bilan o'xshash bir taraf qilinishga uchradi. Ular turmaga kirdi, lagerga kirdi. Lekin ko'pincha emas. Xitoylar intayin aktiv rol o'ynadi. Uyg'urlarni hozirgidek vayron qilib etishdi. Shunga men deyman, ular bilan bir yashash kam degan alishirish mumkin emas. Bir qism kishilar Uyg'urlar yo'q bir yashayveramiz deyishi mumkin. Ular Xitoy o'liklariga berib bir yashashsa bo'laverdi. Ularni Uyg'ur deb hisoblashning hojati yo'q. Meniki tutgan maydonim shu. Men yaqında Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki Amerika Xitoy Kompartiya hokimiyatining o'rlishiga tayyorlik qilyapti. Biz Uyg'urlar qanday qilishimiz kerak deb bir parcha maqola yozdim o'sha ichida. Uyg'ur Project Fondi tarmog'idagi Uyg'ur axborot markazi uni bir video qilib ishladi. Video bugun chiqdi, men albatta taqatdim buni. Hozir YouTube'da bor. Buni ko'p qilinglar. Bu yuqorida degan mazmunlarniki bir qismi shu videodan bor, ammo bir qismi yo'q. Men shu kam qolgan joylarini biroz to'ldirib qo'yay deb degan dokladning ichidagi Uyg'urlarga oid mazmunlarni qisqacha yig'inchoqlab qo'ydim bu yerda. Men bu maqolani Facebookga chiqaraman, o'zimniki marifat.com degan tor betig'imga chiqaraman. Maqolaning o'zini o'qib baxsanglar bo'ldi, videosini ko'rib baxsanglar bo'ladi. Albatta men deganimdek Uyg'ur ziyolilarimi Uyg'ur tashkilotchilarmi hozirdan boshlab Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirilsa biz qanday qilamiz degan masalasida o'ynashni boshlash kerak. Men buni degan necha yil bo'ldi amaliyotda. Biz klarjilikqa Istanbulda 20 liseya degan faoliyatni yeni qilamiz. Shunga maqola yozayotgan qarindoshlar o'zlariniki o'ylaganlarini yozib maqola qilib shu faoliyatga yo'llanglar. Hamda İstanbul'a kelib liseya biringlar. Uni hozirdan boshlab tayyorlab qilishsanglar bo'ladi. Buniki nihoyat yaxshi fursat keldi hozir bu ishni qilganga. Shuni buni shuncha deb qo'ygan. Hozir Xitoy ichidagi huquq kurishi intayin keskin. Xi Jinping huquqidan ayrildi degan ko'z qarash bor. Undan keyin o'sha analizlar bor. Ana Xi Jinpingning huquqiy burunqidan bak kuchaydi degan ko'z qarashmi bor. Oldinqisi ko'proq hozir Xitoy analizlarining ichida Xi Jinping huquqlaridan ayrilib qoldi, ayrilib qolyapti degan ko'z qarash. Gaplar teqib bor. 8-oyda cho'ng o'zgarish bo'lishi mumkin. Albatta men degandek Amerika'niki G'azina sekretari Besant Apandin bu gapni dedi. Endi qolganlarini vaqt isbotlaydi. Bu yerda paraz o'yini o'ynab yurishning hojati yo'q. Anda qildi, cho'qmanda qildi deb. Vaqt hozir 7-oy tugab dedi. Patiqni isbotlandi. Bugun deydigan bugun so'ragan 4-mazmun bir qancha xalqaro ishlar, shuni qisqacha xulosalab beraysizlarga. Uning birisi Yevropa Birligi bilan Xitoy yaqinda bir suhbat o'tkazdi. Bu suhbat 24-yil Beijingda o'tkazildi. Bu Yevropa Birligi bilan Xitoyniki diplomatik munosabat o'rnatganligining 50-yillik munosabati bilan ijrolangan yig'in. Bu yig'in aslida dastlabda 2 kun ichilganga bekitilgan, lekin bir kun ichida ham tugab ketdi. Xi Jinping yig'inga bir qatam kelib qatnashib qo'yib, qanday ahvolinglar deb qilib chiqitib shunga yo'qidi. Qolganini boshqa Xitoy amaldorlari EPA deb yig'in damlashtirdi. Ashta qilib bu hozir cho'ng bir g'ulg'ula. Aslida Xitoy Yevropa Birligini qo'lga keltirib, ular bilan birlashib Amerikaga taqobil qilmoqchi bo'lgan. Buni Yevropa Birligi noziri obdan tushundi Xitoylarni. Ashta bo'lgan uchun bu qatim Xitoyniki damiga tushmadi.
Yevropa Birligi yana Amerika bilan bir safda hozir Xitoy bilan emas. Bu jihatda Yevropa Birligidagi davlatlar intan eg'iz yan tatgatdi Xitoydan. U nima desanglar, Xitoylar Yevropa birliklari Yevropa Birligiga tava davlatlar ishlagan mollarni ancha olmaydi. Ashta boshqa bu Yevropa dastlabda bu Xitoylar baribir bizning milimizni olmaydi. Undan ko'ra biz Xitoyga mablag' solib, Xitoyda zavod qurib, mollarni ishlab chiqarib, Xitoyga satsak, u yaniki bozor intan cho'ng biz ko'p pul topa olamiz deb o'ylaydi Yevropa allari. Ashta o'ylab, buningda Deng Xiaopingning roli bak cho'ng. Xitoyni ashta qiltaq keltirgan odam Deng Xiaoping amaliyotda. Xizchiye deydi, xizchiye birlashma korxonalar. Bularni toz ichib, oxirida mollarni ishlab chiqarishga boshlagan chog'da bizga texnologiyani o'tkazib beringlar. Texnologiyani bizga beringlar deb turib oldi. Shart qilib oldi buni. Agar texnologiyani bermasanglar, sizlarniki Xitoyda zavod qurishinglarga yo'l qo'ymaymiz deb. Yevropa yeni soddalik qilib, baribir bular bizning molimizni olmaydi. Xitoyda mol ishlab chiqarsa, Xitoyning o'zida sotadi. Shunga biz qo'shimcha pul topamiz texmo. Texnologiyamizni bersakmi ular boshqa ish qila olmaydi deb texnologiyasini berib, nurg'un narsalarni Xitoyda ishlab chiqarishga boshladi. Lekin Xitoy Yevropaniki texnologiyasini olgandan keyin hukumatning yordam qilib bir qism narsalarni intayin arzon bahoda bozorga selib, shu orqali Yevropa bozorlarini egallab ketdi. Aslida Yevropa Xitoyda ishlab chiqarib Xitoyda sotamiz degan bo'lsa, Xitoy unday qilmay Xitoyda ishlab chiqarib Yevropaga sotishga boshladi. Beshi o'sha qilib Yevropada bor zavodlar Xitoy bilan raqobatlasholmay, zavodlari Yevropaning zavodlari orqadan vayron bo'lishga boshladi. Yoki bir qismi Yevropadagi bir qism zavodlar nima Xitoyga sotdi. Xitoy hozir Xitoyda ishlab chiqaradi, Yevropada ishlab chiqaradi. Ashta qilib shuning bilan Yevropaniki bu narsalar vayron bo'lib ketdi. Hozir Yevropa bilan Xitoy o'tirishidagi iqtisodiy sodadagi qizil raqami 360 milliard dollar yillik qizil raqam. Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan qizil raqami 300 milliard dollar, Yevropaniki 360 milliard dollar. Ashta bo'lib Yevropa hozir intayin qiyin ahvolga qoldi. Bu ahvollarni tushunib, hozir endi Xitoyniki damiga tushmaydigan bo'ldi. Endi bu ahvollarni o'zgartib, buningidek asli keltirishga xil vaqtlar bor. Buning dardini bilmaslik tortadi, lekin kam deganda hech bo'lmagan chog'da Yevropa hozir bu ishni tushunib, Amerikadan bir maydonda turib, Xitoyga taqobil turish yo'lini tutyotdi. Bu bir yaxshi ish. Xalqaro xabarlar ichida yaqinda yana bir ish yuz berdi. Tayland bilan Kamboja o'rtasida urush portlab ketdi yaqinda. Bular biroz tutishdi necha kun. Hozir to'xtadimi uqmayman. 23-yilda xil qattiq urush bo'lgan bu ikkisi o'rtasida. Bu ish nima ekan desanglar, bu urushda endi Tayland Amerikaniki F-16 degan Suqash aeroplanlarini chiqsilib Kambodjani portlatdi. Kambodja Xitoyning qurollari bilan Taylandga taqobil qildi. Shunga bu yerda nima bo'lyapti desanglar, garchi urushni Tayland bilan Kambodja ikkisi qilgan bo'lsa-mu, Taylandning oqsida Amerika va Kambodjaning oqsida Xitoy bor. Ular qurol silishyapti bu urushda. Ashta bo'lyapti. Endi bu urush nima ishga o'tirib chiqibdi desanglar, shu Tayland bilan Kambodjaning chegarasiga yaqin yerda bir butxona bor ekan. Aslida bu Hindiston diniga oidroq butxona ekan bu. Privihar deydi bu butxona ismini. Shu bir butxona bor ekan, bu butxonni burun BDTdan Taylandga bergan ekan. Lekin bu butxonaning atrofida ozroq yer bor ekan, bu 4 kvadrat kilometrda yer bor ekan. Bu to'g'riq BDT bir narsa demagan ekan. Hozir shu yerni talashib, ikkisi urushyotdi. Bu urushlar burun bo'lgan ekan, pat-pat urush turdi ekan bular ashlar to'g'riq.
Yaqında bu urush sal yuqroq pallaga chiqib ketdi. Hozir qanday bo'ldi deganlardan uqmayman. Chiqib bir urush portaldi. Bu urush to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda bir qism narsani ko'rdinglar. Anandaki yana bir xabar. Yaqında Tayvan hukumati Tayvan Kuomintang partiyasidagi Xitoyparast parlament a'zolarini bilatlashlash orqali tazib etish bir cho'ng harakat qo'zg'agan Tayvanda. Tunogin bilatlashlash bo'lib bugun natija chiqdi. Men bugun tekshirib baktım, nima natija chiqqanligini. Tekshirsam bu birinchi to'lqinda eptash etmoqchi bo'lgan Kuomintang parlament a'zolaridan 24 odam bor ekandik. Mushlar haqida tashlangan bilatning hammasi mag'lub bo'libdi. Bularni qo'l o'tamabdi. Qo'l o'tamabdi. Shuning bilan 8-yaniki 23 kuni ikkinchi qatim yana bir qatim bilat tashlash yapardi ekan. U chaqda 7 odam ustidan bilat tashlaydi ekan. Kuomintangning 7 parlament a'zosi to'g'riliq. U qanday bo'ladi qo'lmaydi. Hozir Tayvanda bu intan egri darajadagi nodonlik, soddalik yuz beryapti Xitoy Kompartiya hokimiyatiga qarata. Aslida men anglagan analizlarning xil ko'p qismi bu qatim g'alaba qiladi bu latashashda degan, lekin mag'lub bo'libdi. Bu Tayvandagi hokimiyat tutayotgan hokimiyat beshidagi kishilarning Xitoy Kompartiya hokimiyatiga bo'lgan tushunchasining naqadar nacharligini ko'rsatadi. Bu bir neyimiz bir yaxshi ahvol emas. Shunda qilib bugun so'zlagan mazmunlar mishada tugidi. Albatta men deganimdek hozir Xitoy analizlarining ko'pinchisi Xi Jinping huquqidan oylik qilyotidi deb qarayotidi. Lekin bu ishga hozir yetarli isbot yo'q. Ikki tarafdan ko'rilayotgan ahvollar bor. Shunga chuqur Xi Jinpingniki huquqiy ojizlashdi, huquqidan oylik qilyotidi, degil bo'lmaydi, xulosa chiqa olmaydi. Lekin bu ishdan pat yaqinda xulosa chiqadi. Bunda tuandek 3 ishdan keyin. Uning birinchisi 9-ayning 3-kuni Xitoyda bir cho'ng harbiy paradni o'tish faoliyati bo'ladi Beijingda. Hozir buni jiddiy tayyorlik qilyotidi. Shu faoliyatda bu harbiy paradni o'tish faoliyatini Xi Jinping boshqaramdi yoki boshqa boshqaramdi degan bir narsa bor. Bu yerda diqqat qilish tegishli. Ba'zilar deydi Xi Jinping dastlabki ichilish nutqini so'zlab beribdilar, undan keyin chiqib ketdi, uning o'rniga Zhang Yusha chiqib, Zhang Yusha boshqardi, qolganda degan gaplar bor. Ammo uqilmaydi hozircha, shuni shu vaqtda ko'rsak bo'ladi. Shu chaqda harbiy huquq kimning qo'lida degan narsa aniq bo'ladi. Ikkinchi narsa Xitoyniki Xitoy Markaziy Kompartiya hukumatiniki 20-qurultay 4-umumiy yig'ini yaqinda ochilmoqchi. Aslida bu yig'in 8-oyda ochildi degan gaplar bo'layotgan hozir qadar. Tunugilardan bu yig'in 10-oyga kechiktirilibdi degan gaplar o'tirib chiqdi. So'zchilar bo'lmasa-da 10-oyga kechiktirildi deb. Endi mushu yig'in boshqa qurultayniki umumiy yig'inlarda yangidan vazifaga qo'yish, burunqi vazifadan eptash etish ishlari yuz berdi. Shu chaqda Xi Jinping to'g'riliq qanday o'zgarish bo'ladi, o'zgarish bo'lamdi yo'q, o'zgarish bo'lsa qanday o'zgarish bo'ladi, shu chaqda bo'ladi. Bu ikkinchi narsa, ikkinchi fursat. Ma ishlar to'g'riliq biroz to'g'ri yakun chiqarishga bilan munosabatli. Uchinchisi Xitoyniki ariza ochadigan bir yig'ini bor. Demokratik siyosiy hayot yig'ini deb. Minju Zhengzhi Xinhua Hui deydi Xitoylar buni. Shuna bir yig'ini bor. Bu yig'inmi shu Xitoyning eng yuqori darajalik rahbarlari nima? Changmi emas, shu hamma markaziy komitetniki hamma a'zolari qatnashgan bir yig'in mening tushunishimcha. Nurg'un shu yangi vazifaga qo'yish va evitish ishlarimi mush yig'indami bo'ladi. Burun nurg'unlashlar bo'lganda, masalan, Xuyoban, Zhangjiang'niki ahvollari ayni vaqtda. Bu yig'in Klarjilik ochildi ekan. Klarjining boshlarida ochildi deydi. Ochilsa shu chaqda bu ish taxmin aniq bo'ladi. Mushu ishdan keyin
Ши Цзиньпин bir qism huquqidan quruq qoldimi, qolmadimi, quruq qolgan bo'lsa qancha quruq qoldi degan narsa aniq bo'ladi. O'ng'uchilik hozir har qism gaplar bor. Nurg'un suiqasd nazariyalari o'tirib chiqyapti hozir. Bular to'g'riliq pek o'ynab ketishning hojati yo'q. Mush uch cho'ng ishdan keyin bu ishlar to'g'riliq bir to'g'ri yakun chiqargan bo'ladi. Mana shunday qildim. Buldu amsa bigamı sal uzarab ketdi. Ehtimal kechiringlar, mazmun bakchi hozir ashta boshqa. Men en qisqa qilishga tirishayapman. Ashta hosim ba'zida sal uzarab ketyapti bir soat. Bunu demsa ikkilar qatim kirishchi aman bo'linglar. Yana deb qo'ydiganim agar bu programni yaxshi ko'rsanglar, barmoq berib qo'yinglar, agashmagan bo'lsanglar agashib qo'yinglar. Men yaqinda egalgan bir ahvol barmoq qancha jiq bo'lsa, agishtiganlar qancha jiq bo'lsa, inkasda yozganlar qancha jiq bo'lsa, YouTube bu videoni texnik ko'p odamlarga avatib berdi ekan. Videoning ahvollarini. Men bu videodan pul topmayman. Lekin agar xohlasanlar ashni qilib qo'yinglar. Bu damsaklar qatim ko'rishga aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.